Assalomu alaykum. Biz mana Gaziantepga kelib oldik, qaynonamning yonlariga. Endi shu yerda oxirgi kanikul kunlarini o'tkazib, yana keyin qaytamiz xudo xolasa vatanimizga. Bizga mana bugun nonushta mana shunaqa tayyorladik. Şimdi çocuğun farklı götürünce bazen ben de istemiyorum salıncağı ama kırarım diye bilmiyorum. Salıncağı kırarım diye. İstanbul Avcılar'da salıncağı kırmamışlar ama Güzel mi? Ha, çok güzel. Aa bak Ahsen nasıl boyuyor görüyor musun? Aferin. Çok güzel. Bolalar bizi bilan aylanishga keldimi? Sanda ketdi. Bizani mana haydab olishdi. Endi o'ta o'ynab o'tirishibdi. Biza men erim qayni opajonim aylanishga ketamiz. Ona o'tir istarsan? Hayır aşkım. Canım benim ko'ringlarmi? Men mana yonga o'tiraman. Yana nimaga qaynopingiz orqaga o'tirg'izib, siz oldiga o'tirib oldingiz mayli. Toshkentda erim rosa o'zini shirinliklarini sog'ingan edi. Mana keldik. Antep'nin mashhur shirinliklari. Ozgina bu yerda yeymiz, keyin uyga ham olib boramiz. Mashhur Turkiyaning marojnalar. Eren 4. Eren 4. Muhammed Ali 5. 5. Gaziantepga keldik mana. Xo'jayinimning yurti, tug'ilib, katta bo'lgan joylari. Juda ham qiziq, hozir o'shani gaplashib ketayotgandik. Xo'jayinim bu yerda tug'ilganlar, Antepda. Biza O'zbekistonda. Ahsin Izmirda, Alpaslan ham o'sha taraflarda. Hamma har xil joy vatani. Ziyorat qilishga keldik yaqinlarni, qarindoshlarni. O'tgan videolarimda ham ko'rgansizlar Gaziantepni. Bugun mana yana qayerlarga boramiz, qayerlarni aylanamiz, kelinglar birga tomosha qilamiz. Bu yerda esa ukajonim, hello. Ahsenichka, Alpaslanchka. Hozir Gaziantepni qaynonam taraflar xuddichi men sizlarga hozir qanaqa deb aytsam, Toshkentda misol uchun kattalashib shahar, yangi O'zbekiston bo'lgan joy, bu yoqda ham Gaziantepda esinglarda bo'lsa, yer qimirlagandan keyin 2022 dedimi debra. Mana shularga расширение qilib, bu yoqlarga ham aholilarga yangi uylar qilib bergan davlat. Endi hozir bu yoqdan shahargacha 30 minutlik yo'l. Qaynonamdan bu yoqqa uy olib berganmiz. Nimagaki hozir mahallani ham keyinroq ko'rsataman. Baland emas uylar, qo'rqinchli emas. Shahar markazini ko'rsanglar esa baland uylar ko'p. U yoqdan qo'rqib qolishgan. Bu yoqda ham davlat o'zi mahkam qilib, chiroyli qilib uylar qurib topshirishgan. Endi hozir biz shaharga ketyapmiz. Mana xo'jayinim u yoqda o'sha shahar ichida tug'ilib katta bo'lganlar. Mana bunaqa daraxtlarni ko'ryapsizlar. Bog'chamizga mana shularni falon pulga olib ekib qo'ydik. Bu yoqda bular hamma joyda mana shunaqa o'sib yotadi. Hamma joyda juda ham ko'p. Bilsang, mashinadan olib ketib o'sha ekardik. Mana bu yoq taraflar esa fabrika taraf. Bizda Toshkentda Turkiyaning gilamlari juda ham mashhur, Sa. Başka ne vardı sizin böyle çok markalar? Tekstil. Yok, halı markası. Sag var ya, biz orada Sag gördük ya. Merinos var. Merinos, Sa. Bütün hallar burada. Hamma dilek, hammasi mana şu Gaziantep'te. Bu yoqdan chiqadi. Turkiyada nimalar? Oti nima o'sha? Oti nima ya? Gilamlar mana shundan chiqadi Gaziantep'te. Keyin Sholen, değil mi? Sholen meşhur şey de burada. Sholen şokoladi ham shundan chiqadi. Agar uni ham bilsanglar, u ham Turkiyada mashhur. Bu yoq taraflar mana hamma yog'i fabrikalar. Bütün iplikler buradan çıkarttık. Tekstil iplik. Mana Mamutda ham hammasi yana esimdan chiqdi. Gilam. Mana bu fabrikani ham kattaligini qaranglar, lekin nima fabrikasi bu bilolmadim. 400 metre sonra Yo holding ekan, mana tekstilniy fabrika ekan, katta. Xullas, hali ham biz tekstilniy zavod, fabrika zonalaridamiz. Shaharga to'g'ri qarab ketyapmiz. Buraya bile devlet hastanesi yapmışlar. Organik sanayinin içinde hastane var. Bak sen
Mana biz shaharga kirishni boshladik. Bu yerda mana shunaqa juda ham uzun binolar ko'p. Hali uzun emas, bundan ham uzunlari bor. Nüfus bo'yicha Gaziantep Toshkent nüfusiga qaraganda kamroq ekan odamlar bu yerda. Lekin menimcha territoriya bo'yicha Antep kattaroq deb o'ylayman Toshkentdan. Ha? Katta. Odamlar bu yerda kamroq Toshkentga nisbatan. Antep ham turistik joy. Zeugma muzey juda ham mashhur bu yerda. Navoda agar borsak, ko'rsataman. Yana Antepni dunyo bo'yicha eng katta hayvonot bog'chalaridan biri bor. Mana shu yerga boramiz. 14 tane devlet yaşamış Antep'te. 14 ta davlat yashagan ekan oldin Antepda. Mana Antepni yer listidan sizlarga ma'lumot. Her yer mağara, her yer yaşam alanı. Bu Eskiden buraya yerda ıssızdı. bu yo'ni oti Jinderesi ekan. Eskiden çok ıssızmış. Mana bu oradan yerda Cinderes'e Merinos'ni fabrikasi bor. Ezan mı okuyor? Eskiden neymiş? Sola dönün. Ardından Cinderesi. sağa dönün. Çok ıssızmış buralar. Bu yer oldin hech kim yashamagan ekan umuman. O'shaning uchun otini jinlarni rekasi, daryosi deb nom qo'yishgan ekan. Turkiyani lekin bitta joyi rosam yoqadi. Xudo Orada da var. xolasa, Orada da iloyim bizani ham O'zbekistonda shunaqa bo'lsin. Har qadamda, har astanovkadan ham, menimcha astanovkadan ham ko'p bu yerda masjid bor. Shu taraflama juda ham qulay. Shundoq yonma-yon qurilib tashalgan. Odamlar ham ichida ko'p bo'lmaydi, ko'pligidan chunki masjidlarni bemalol kirib, ayollar ham, erkaklar ham kirib bemalol ibodatini qila oladi. Antepni shirinliklari juda ham mashhur. Faqat hamma joyda yeyilmaydi. O'tgan kuni videoda mana ko'rsatdim, bordik shirinchinikiga, lekin juda bunaqa wow emas edi. Men o'zi Turkiyani Her yerde shirinliklarini baklavacı var. rosa ham yomon ko'raman. Mana hamma joyda baklava juda ham ko'p bo'ldi. Lekin hozir shunaqa zo'r joylari borki, o'sha yerda borib yesangiz, действительно juda ham mazali. Og'izda shunday mazasi qolib ketadi. Menga nimaga Turkiyani umuman baklavalar yoqmaydi? Yesamchi slishkim og'ir, shirinda, даже tomog'im yoqib boradi. Lekin shunaqa joylari bor, haqiqatan ham yesangiz juda ham mazali. İşte yiyeceksin. Jindarasidan chiqibmiz. Endi bu 8 Shubat. 8 Shubat degani bu 8 fevral. 2-oy oluyor Shubat. Benim İkinci- okulum az ileride. 2 fevral ko'chasidan biz hozir Erjonni Naryorada maktablari bo'lgan ekan. Demak, shu yerda yashagan ekanlar. Ama tabii ben orada okurken buraların hiçbiri yoktu. Ha. Daha da. U paytlar men bu yerda o'qiganimda bu uylar umuman yo'q edi. Tog'lik joy edi bu yo'llar deb aytibdilar mana. Mana Tam Erjonni yenilemişler. maktablari yengillashgan, chiroyli qilib qo'yishibdi deyaptilar-yu. Endi oldin eski hep paytlar bu yo'llar endi tasavvur qilinglar. Boya qaynonamni mahallasidan chiqib kelayotganimizda ravnina hamma yoq qanaqa bo'lsa, bu yo'l ham o'sha payt shunaqa ekan. Mana keyinchalik kelishdi. Burada mı? Evet. Orada niye olmasın canım? Sonuçta benim çocukluğum buralarda geçmiş. Burada hep taşınıp komple burada yaşamak ister miydin? Ama açık söyle yani gerçekten şimdi. Ya bilemiyorum onu şimdi bilmiyorum. Biraz çok dışarıda kaldığımdan Hı. biraz dışarıya alıştığımdan. Buralarda sen büyüdün. Tam mahallem. Şimdi evimi de göstereyim dur sana. Yo, Sahip bura bizim Ercanlı mahallem. mahallesi bo'lgan ekan. Mana. Ülkaplangi şurada otururlardı. Aa şu zemin katta. Ülkaplangi. Shu sari bino mi? He. Ha, bu yerda Ulug' xolamiz yashagan Aa ekanda. şurada bizim ev. Bak sahip. Aa Hani şurada. nerede? Hangisi? burası. Çiçekli yer mi? Şurası. Şurası bizim evde. Yazık. Ama tabi bizdeyken güzeldi. Bunlar biraz sonradan Niye şey olmuş. yapmışlar? 20 sene oldu satalı. 20 yil o'tgan Üstüne ekan. kuş dam deganda. yapmış. Bize bular payt chiroyli bo'lgan ekan, hozir bechara mana Bizim shu duvarımız mana. yüksekti canım. Adamlar kırmışlar. Devorlari baland bo'lgandi, lekin odamlar 20 anaqa sene oldu. yashapti deyapti. Lekin bu yo'li mana eski joylar, конечно. Ama mahallemiz buraydı. Ya şu adam bir ekmek yapardı. Böyle mi lezzetli olur?
Şuna bakkal. Yunlarni ko'ryapsizlarmi? Yok kızım burada kebap var hadi. O'sha yunlardan bular ko'p va turshaylar qilishadi. Mahallemiz buralar. Mana shu ularning mahallasi Erjonni. Burada adamlar Kalashnikovlardan geldiler. Rostini aytsam, menga mana men sizlarga rost aytadigan bo'lsam, bu yo'llar yoqmaydi. Men yashamasdim. Bu yoqda nimagaki aytib berishlari bo'yicha bu yerda odamlari ko'p qurollar bilan, pichoqlar bilan, xullas bespredельlar ko'p bu yerda. Ko'chalardan ham menimcha ko'rinib turadi. Men bu yerda tinch yashamasdim shekilli. Bolalarni katta qilishga Aa şurada dükkanım vardı. Aa tam shu burada. kepengda bir kapalimi? Şurada benim dükkanım vardı. Do'konlari bo'lgan ekan. İş yerim vardı kızım orada. Joylar. Gençtim o zaman. Esas mahallemiz buraydı. Biz orayı sonradan aldık. Şimdi o evi de göstereceğim dur size. Büyüdüğümüz evi. Bu yo'li boshqacha. Hep şu kahvede çok otururdu. Bu yo'lni Antepni odamlari bizani o'zbek odamlarga ko'proq o'xshab ketadi. Bizani Bak şimdi iyi çek. mentalitetiga. Bak iyi çek hiç kapatma. çek. Bak iyi bak. Şu karşı ev Fazla Taplamgil'in eviydi. Karşı sahip şu karşı ev var ya. O Fazla Taplamgil'in eviydi. Onun yanında nenem dedem otururdu. Mustafa dayım Mana otururdu. ko'chalarni qaranglar. Buradan giriyoruz sahip. Arabaya dikkat et. Bu buralardan girebilir misin? Yok abi giremem. Yok, Aa şu ev de giremez. bizim de bak. Şu 2 katlı var ya. Aa şurası. Şu 2 katlı ev bizim He, ev. şu. He şu. Şu. He o 2 katlı bizim de. Burada bu yo'lda ham yashashgan ekan mana. Ko'chalarni qaranglar. Şunlar akrabalarımızdı. Onlar akrabalarımızdı. Hep ha utandılar kaçtılar. Burayı. Aynanammi sulolasi. Aa bura hep Iraz teyzemin evi. Mana shunaqa joylarda, mana hammasi mana shu mahallalarda yashashar ekan. Evleri gelin mi? Eski Antep evi var. Yo'q, Taşlarına manimcha bak. tushib ketgan zilzilada. Mana eski mahallalarga mana keldik. Xo'jayinimmi, qaynonammi, mana yaqinlari, qarindoshlari hammasi mana shu ko'chada yashashgan ekan. Ömer dayım şu aşağıda otururdu. Turklar esa bir-biriga yaqin yashashni juda ham yaxshi ko'rishadi. Mana hozir qaynonam ko'chib kelgan bo'lsa, orqasidan qizlar ham Ular doim hammasi ko'chib ko'chadi. kelishdi. Hech kim Turgutluda, u Izmir tarafida Bak hech kim şuraya giriyoruz. qolmadi. Hamma yana mana shu Bura Antepga Serhat ko'chib abinin keldi. sokağı. Sahip. Bu yoq tarafini esa davlat hammasini, bu yoq ham shunaqa edi. Mana bu eski Meksika ko'chalariga o'xshagan ko'chalar edi bu yo'li ham, lekin davlat buzib mana yangi uylar qurdi. O'sha bu yoq taraflari buzilib yangitdan qilinyapti. Bu ham zilziladan keyin Şurada benim öbür restavratsiya okulum qilingan. bak. Burada da okulu bitirdim 5'i. Bu yoqga ham borgan ekanlar maktabga mana. İlk çarşıya gidin. Qarshiyaka degan joydan chiqyapmiz, endi Chorsiyaga ketyapmiz. Xudoga shukr, men o'tga 1-2 marta bordim, rosa yaxshi ko'raman u yoqlarni nimagadir. Serialda ham ko'p seriallar o'sha yerdan olingan. Ana bitta serial bor-ku, Anteplilar chiqadi-ku. Shu dizining adı neydi ya? Merih Seran Meran. Şey mi? Konak dedisi mi ne? Konak manyakı mı ne? Yalı Çapkını. Yalı Çapkını. He. Yalı Çapkını. Oynangan seriallar mana o'sha yerda olingan. Hozir o'sha yerga boramiz, ko'rsataman sizlarga. Ko'p joylarni ololmadim. Shunda mashinada o'tib ketdi yonimdan. Halla Antepli, shuna qaranglar, shu joyi qaranglar. Bu eski, juda ham eski Antepni darvozasi bu, yo'q, qale, zamok. Antep Kalesi. Antep kalesi. Qaranglar. Bu yoqda oldin ko'p bo'lardi suv deyaptilar. Shu yerda suzib o'ynab yurardi deyaptilar mana Erjonim. O'tat, mana endi biz aylanishga keldik. Yalı Çapkını serialini qayerdadir uyi bor. Konaka. O'sha yerda ham agar kirib ulgursak ko'rsataman. O serialni o'zim ko'rmaganman, lekin ko'pchilik yaxshi ko'rar ekan bizda. Ha, jinnixona boshlandi. Xullas, mana o'sha tarixiy zamok.
Naryoda tarixiy juda ham eski hammom bor. Turklar hammomni juda ham yaxshi ko'radi. Oldin turklar hammomga unashtirishdan oldin borardi. Kelin taraf, kuyov taraf xotinlar qizni o'sha hammomda biron joyida nuqsoni yo'qmikin deb hammomga olib borib hammomda ko'rishardi. Да, такой диндон интересный. Sen gel şeye gidelim. Daha tarihi bir yere gidelim. Jamiyami? Tamam. Burada tarihi. Tamam. Masjidga kirmoqchi edik. Boshqa masjidga olib boraman sani deyaptilar. Eski tarixiy masjidga. Biz hozir Antepni prям centrdamiz, tarixiy joyida. Birinchi ibodatimizni qilamiz, keyin aylanamiz inshaalloh. Eski tor ko'chalar bu yoq bilan. Tupikchalar, uylar. Mana odamlar yashaydi bu yerda. Eski masjidga kiryapmiz. 1700 yılında yapılmış. 1700-yilda Şirvani. qilingan mana masjid. Tahorat olinadigan joylarda tahorat olishyapti. Turkiyada ko'chada mana shunaqa joy qilishgan. Bu yoqda ayollarning joyi ekan. Tak, hozir endi ayollar ibodat qiladigan joy topaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Chiqaymiz. Qancha tozalamasiga ham to'kilyapti deb o'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar deb mana yozib qo'yishibdi. Shunaqa bu ko'nak degani mana shu deyishadi. Lekin hozir bu yerni otel qilib qo'yishgan ekan, bu yerni yuvishyapti. Ichkarisini olaylik deyishdi. Mana eski. Mana shu eski mana Antep uylarni shunaqa bo'ladi. Ko'rdinglarmi, mana shunaqa bo'ladi. Nastoyashi Antep mana eski uylari. Mana men bu nastoyashi uy. Hech mana unaqa qilishmagan. Naryo restavratsiya qilib otel qilishgan mana shunaqa. Sakın kaçırmayın. Это котик. Да, пойдем. Турецкий вайб. Eski uylar hammasi tarixiy bilan isnistik qilolmaydi. Toshdan qilingan hammasi mana shu uylar. Bularni teyish mumkin emas, buzish mumkin emas, tarixiy. Qishda bu yoq issiqqina bo'ladi, yozda muzdek bo'ladi. Будешь? Antepni mashhur sharbati bu. Tuflavorda o'g'lim qilib. Будешь? Что? Не понравилось, что ли? Boshida men ham hech ham icholmadim buni. Lekin hozir O'zbekistonda ham o'zimizda Toshkentda topdim buni men qiladigan nimasini. Men bemalol ichaman endi. 11 yildan keyin Toshkentga ko'chib borganimdan keyin men buni ichishni boshladim. Bo'lmasa boshida men ham icholmayotgandim. Menikira ketdi. Bana ver babası. Sen kim bakalım? Mana nastoyashi Antepni bunaqa ishlari. Olsun, bu da Antep menülari. Kojinni qo'lda qilishadi. Rosa kачественный bular qizlar. Men oqini olganman, hali ham bor. Udobniy.
necha yil oldin olganman, hali ham zo'r turibdi. Ahsan xonim olyaptilar o'zlariga. Большая? Жмет. Şurada tarihi Charchadik. Naip Shu bilan shu yerda videomizni to'xtatdik. Keyingi videolarda yana ko'rishamiz. Bugun charshlarni aylanib, adikicha bu narsalar olib rosa charchab. Like bosinglar, подписаться qilinglar, поделиться qilinglar. Diqqat e'tiboringlar uchun rahmat. Подпишитесь и поставьте лайк. sılmışlar, elleri kolları bağlamış, götürmüşler.